Deyarli 10 ta odamni 9 tasini tishlarini mana bunday oralarida toshlar hosil bo'lib qolgan bo'ladi. Mana bunday. Ularni oddiy usulda tish kovlagichlari bilan yoki tish cho'tkasi bilan afsuski uy sharoitida ola bilmaysiz. Ayniqsa hozir tekshiring. Mana hozir og'izni ochingda tish orqasiga qarang. Tubida oqimtir rangda, korичневый kulrang yoki mallamtir rangda toshlar qotib qolgan bo'ladi orqasida. Juda ko'pchilikni oldingi tishlarning orqa tomonida toshlar hosil bo'ladi. Ustki tishlarning oralarida, oldingi tomonlarida. Bu toshlarning hosil bo'lib mana shunday turishini eng yomon jihatidan biri shuki, u tez karies chaqiradi. Birinchidan, ikkinchidan shu yopishib olgan tishlarning ostida zulikdek ularni yemirib, tez qo'zg'alib qoladigan qiladi. Mana pastingi tishlari juda ko'pchilikni dastlab birinchi qo'zg'alib tushib qoladi-ku. Yoshi kattaygan sari odamlarda tosh ko'payib ketadi. Va bu toshlar ko'pchilik tishlarni qo'zg'atib o'rnidan qimirlaydigan qilib qo'yib, tushib ham qolishiga sabab bo'ladi. Bu tosh hosil bo'lib tishni tez to'kilib qimirlab qolishiga sabablardan biri. Bundan tashqari juda ko'p sabablar bor. Asosiylaridan biri tishda tosh hosil bo'lishi. Keyingi o'rinda tishdagi toshlar hosil bo'lib turganligi, bu toshlar shu yopishgan joyidagi milqlarni yallig'lantiradi. Milkingiz tez-tez qonaydigan bo'ladi. Tosh bor joydagi tishlarga karies chirish tez tushadi. Qon bilan ta'minlanishi bo'g'ilib qoladi-da tishlarni. Keyingi o'rinda tishlarda tosh hosil bo'lishi juda ko'pchilikni og'zini sasishiga sabab bo'ladi. U tishlarga bakteriyalar tez ovqat qoldiqlaridan yopishib qolib, rivojlanish kuchayadi. Har kuni ularning orasiga ovqat qoldiqlari kirib, bemalol bakteriya mikroblari vij-vij ko'payishiga undaydi, yordam beradi. Endi asosiy tishda tosh bo'lishi hosil bo'lishiga sabab bo'ladigan omillardan biri bu tuz. Suvimizda tuz ko'p bo'lishi, suvimiz iflos bo'lishi, qattiq bo'lishi. Ikkinchi o'rinda sigaret nos chekilishi. Uchinchi o'rinda rangli ichimliklar, kofe, shunga o'xshash boshqa gazli ichimliklar, kola, fanta, energetiklar, ularning tarkibidagi kimyoviy rang beruvchi moddalar tishlar orasida qotib qoladi. Yig'ilib tosh bo'ladi shular, qattiq yopishib turadi. Va juda ko'p yog'li taomlarimiz xolesterinlari qotib tishlarning orasida toshni kuchayishiga sabab bo'ladi. Ana bu demak toshlari hosil bo'lishini asosiy sabablaridan bir nechtasini tushundingiz va ular hosil bo'lib turaversa nima oqibatlar olib kelishini bildingiz. Endi bu toshlarni stomatologga borib, kamida 3 yildan bir marotaba tozalatib tursa bo'ladi. Oldirib. Очистка от камня deb aytiladi. Uni maxsus usulda ultrazvuk mayda ovozli uskuna bilan ovoz yuborib qiladigan usuli bor, suv yuborib qiladigani bor, lazerda olib tashlaydigani bor va shunchaki temir bilan qirib tashlaydigan usullari bor. U toshlarni oldirsangiz, yuqoridagi muammolar sizdan ketadi. Lekin toshlarni oldirib tashlashning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Shular haqida ham hozir aytib beraman, eshitib oling. Boya kishi orqasini ko'ring, oynaga qarab dedim-ku. Sizda bormikan oqimtir toshlar? Kommentariyaga yozib qo'ying, menda bor ekan deng yoki yo'q ekan deng. Agar siz tosh bor yo'qligini aniq ilg'ay olmasangiz, stomatolog ko'rigiga borasiz. Agar tosh bilan yashaydigan bo'lsak, yana quyidagi minuslari bor. Tosh bilan tish turaversa, shu tishni emalini tosh tez ketiradi. Yana keyingi o'rinda tishlar oralarida tosh bo'lib mallamtir rangda turishi estetik jihatdan kulganingizda, odamlar bilan muloqot qilganingizda noqulaylikni beradi. Tishdagi toshlarni oldirgandan keyin birinchi minus tomoni bir necha oygacha issiq sovuq ichganingizda sezib yurishingiz mumkin. Shuning uchun alohida milklarga qaratilgan licheniyasi va toshni oldirgandan keyin ftorlash, fosforlash, lak qo'yish jarayonidan ham o'tkazib yuborishingiz kerakda. Bir qator uni tozalagandan keyin ustini kerakli modda bilan shpaklovka qildirib yuborasiz. Shunchaki lak bo'yatib. Uni alohida qiladilar ular. Aytmasangiz qilmasligi mumkin. Agar mana shu narsa bilan himoyalatmasangiz, tishdagi toshni oldirgandan keyin ancha vaqt muzdek suvga, issiq ovqatga qilib og'rib yuborishi mumkin. Toshni oldirgach. Bundan tashqari undan alohida kasalliklari bor. Shu narsani chaqiradigan. Ular haqida alohida videolarni YouTube'da berganman. Qolaversa, tishga tegishli juda ko'p mavzular, ma'lumotlar va barcha tibbiy sohalar bo'yicha juda zo'r tavsiyalar, retseptlar mobil birinchi yordam Ischanov kitobida joylashgan. Yana keyingi minus jihati tishdagi toshni oldirgandan keyin shu sohani maxsus lak bilan to'ldirilmasa, o'rniga tez bakteriyalar yopishib,
u toshni oldirganingizdan keyin emali bilan birga ko'zga ko'rinmas bo'lib, tishni himoya qobig'ini yuzaki qavatini yulib chiqishi mumkin-da yoki allaqachon ketkazgan bo'lishi mumkin. Toshni oldirgandan keyin o'rniga bakteriya tushib, tishga tez chirib tushib ketish ehtimoli bor, agar himoyaviy qoplama surdirmasangiz. Keyingi o'rinda toshni olish jarayonida milklar mikrotravmatizmga uchraydi. Bu degani yallig'lanishga, kichkina jarohat olishga. Shuning uchun unga alohida maxsus lecheniya qilishingiz kerak. Bo'lmasa tishlaringizni go'sht qismi yallig'lanib, shamollab, tishlar qimirlab qolishi mumkin. Keyingi minus tomoni shu tosh bor joyda, yaqin joyda plomba bo'ladigan bo'lsa, boshqa tishda misol uchun yoki shu tishda. Ana shu plombani qisman qo'porib tushishi mumkin. Yoki shu plomba qimirlab qolishi mumkin va boshqatdan plombalashga to'g'ri kelishi mumkin. Tosh oldirish usuli hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Misol uchun, yuragida og'ir kasalligi borlar yoki boshqa bir surunkali jiddiy muammosi borlar oldiniga ko'rik payti shu haqida muloqotlashib, maslahatlashib, muhokama qilib olishga to'g'ri keladi. Hammaga ham birdaniga keldingmi, ketding davay olib yuboramiz degan amaliyot emas bu. Ana shunday ekan asosiy demak tishdagi toshni hosil bo'lishi, uni shu tosh bilan turgan holatda yashashingiz minus tomonlari va toshni oldirgandan keyin asosiy kamchiliklari nimalar ekanligi haqida ma'lumotlar haqida bilimlar javoningizni bugun to'ldirib oldingiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa men xursandman. Tushunmay qolgan joylaringizni izohlarga yozdiramiz. Ana endi sizlarga savol qoldiraman. Mana shu o'zingizni xulosa tarozingizga kamchiliklari va tosh bo'lgan holatdagi minus tomonlarini tortib ko'rganda, toshlari tishlardagi oldirib tashlagan yaxshimikan yoki birga yashab yuraverish kerakmikan? Nima deb fikr qildingiz? Yozib qoldiring. Keyingi savol, oldirganlar oramizda bormi? Va men aytgan oldirgandan keyingi minus jarayonlaridan nimalarni sezgansiz real hayotda? Shular haqida ham o'z fikrlaringizni boshqalar bilan baham ko'ring. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling. Tishlar haqida juda ko'p ma'lumotlarimiz bor, ularni ko'rib chiqing. Следующий mavzulargacha semirib ketmang. Poko. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.